Leksiyemizde devamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Leksiyemizin mavzusu mundaq. Yaponiya matbuatları Şərqi Dengizde uruşdan saqlanğılı bolmaydı dediği mavzulu xabar ilan qıldı. 7-ci ayının 1-ci günü bu xabar Dovi torbeti ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Yaponiya matbuatları xabar ilan qılıp mundaq görsədi. Janubi Dengiz meselesinde qiyin ahvalga düşüp qalğan Jungo dal muşu payti Şərqi Dengizge qol selip nazarini ağdırışı mümkün. Belki bu gezi çakırı kılıp Jungo'ga qattiq siyaset qo'llanishni, Yaponiya hükümetinin Jungo'ga qattiq siyaset qo'llanishini talab qildi. Murojaat qildi. Universal matbuotlar 7-ci ayının 1-ci günü munda xabar qildi. Yaponiya qo'g'dinish qismlarining amaldorlari Xeyki 30-ci günü muxbirlarni kutib olish yig'inida munda ko'rsatdi. 4-ci aydan 6-cı aygacha Yaponiya harbiy aeroplanları Jungo'nun harbiy aeroplanlarga qarşı 200 qitimlik havoga ciddi ko'tarildi. Demek 1,5 ay ichida Yaponiya qo'g'dinish qismlarining havo armiyasi aeroplanları 1,5 ayga yetmagan vaqt ichida Jungo'nun aeroplanlarının bu havo tavalligi Yaponiya tavalligi kelganligi munosabatlik 200 qitimdan ortiq havoga ko'tarilib ciddi agahlandırışlar. Ve Jungo'nun bu hareketlerine, havadaki hareketlerine dikkat qilamiz deb ko'rsatdi. Mesela J-Press 1-ci günü maqala e'lon qilib, Jungo'nun Şərqi Dengizde Yaponiyaga tahdid solishining haqiqiy sabablari ustida to'xtaldi. Bundaq ko'rsatdi. Gaga sotining qarori yaqinda e'lon qilindi. Janubiy Jungo dengizining vaziyati texmo ciddileşidir. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Ashton Carter Asya bexatarlik yig'in nutq so'zlaganda Jungo'nun dengizde aral yasagan hareketlerine qartib, Jungo'nun hareketlerini dengiz sadichin sepili yasagan o'xshaydi deb ko'rsatdi. Jungo'nun hareketlerini dengizde sadichin sepili yasagan o'xshaydi deb ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika'nın denizde erken qatnash uruşu aşkarı ig'vogarchilik ko'rsatdi. Jungo taraf ne dedi? Amerika'nın denizde erken qatnashi degan gap bu aşkarı urush ig'vogarchiligi deb ko'rsatdi. Jungo birovni avar qilmaydi. Ham avarchilikdan qo'rqmaydi deb ko'rsatdi Jungo taraf. Jungo Janubiy Jungo dengiz masalasida 3 qadamlik siyosat qo'llandi. Birinchi, chet elning bo'libmi Amerika Yaponiyaning aralashishini chetga qiqish. Ikkinchi, aloqador davlatlarni bo'libmi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlar ittifoqini parchalash. Bu Jungo'ning taktikasi bu 36 tadbirni yaxshi bilasizlar. Üçüncü, chet el devletleri yoki aloqador davlatlar birlashib Jungo'ni qo'rshog'i elishni cheklash yoki qo'rshog'iga qarshi turish. Jungo Janubiy Jungo dengiz masalasi allaqachon bir qiyin ahvolga kirib qoldi. Shuni Sharqiy dengizga qo'l solishi bilan bu vaziyatdan qutulmoqchi bo'lyapti yoki bu vaziyatni burminmoqchi bo'lyapti. Shenzhen Shinwen gazeti Yaponiyaning 1-ci günü Yaponiya Jungo harbiy aeroplanlarının Sharqiy dengiz osmida to'qinishib qolganligi to'g'risida maqola e'lon qilib, Jungo'nun Sharqiy dengizda qo'llangan harakatlar ahmoqlik. Uning kuchayganligini ko'rsatib berolmaydi. Lekin Yaponiya qo'g'dinish qismlari aeroplanlari havoda ko'ngil so'zi voqealarning yuz berishidan nihoyat chivarlik bilan saqlandi. Demek Jungo'nun aeroplanları havada hücum qilish şekilde kelayotgan bo'lsa, Yaponiya qo'g'dinish qismlarining aeroplanlari o'zini qochirib voqea yuz berishdan saqlandi deydi. Mana bu tinchlik taraf tinchlikni himoya qilish degan gap. Bir ya jidal chiqmasin degan gap. Bu Yaponiyaning maydoni. Lekin Jungo aeroplanlari uchun ular hadab so'rkilib hücum qilish xarakterida uchib keldi deydi. Görüş bilemeliki Yaponiya qo'g'dinish aeroplanları havada ko'ngil so'zi voqealarning yuz berishidan nihoyat chivarlik bilan saqlanadi. Sal qarashqi bo'lmaydigan bir taraf shuki, Jungo'ning harbiy aeroplanları harbiy besimni kuchaytgan ahvol ostida nihoyat oshkor ig'vogarchilik harakat elib berishi g'arizi bor edi.
Mesela Cumhur'un harbiy aeroplanlarının besimi, harbiy hareket besimini küçeytiş bilen billa nayet zor kölemde. Kölemde bulunmuyor mu? Lekin bir harbiy ig'vogarchilik elip berish niyeti ve g'arizi bilen uçup kelgen aeroplanlar edi. Yaponiya hükümeti bu işler doğrusu her kandak narazılık bildirmedi. Fakat Cungo aeroplanları Sinkako takım aralık uçup keladiganlar bolsa, bexatarlik boyutu zor vaqa hesaplanıp, Yaponiya hükümetinin bu vaqani Yaponiya xalqiga ve bütün dunyoga xabar qilish zarur bo'ladi. Lekin hozirgacha xabar qilinmadi. Gazet xabar qilib, murojaat qilib nima deydi? Mush bo'layotgan voqealarni ham Yaponiya xalqi ham bütün dunyoga bildirish kerak hukumat deydi. Vaqaning eg'irligi Yaponiya hukumat tonib yetaldi-mi yoki yetalmadimi? Bu tarafdan kishini cho'nqur o'yga soladi ham andishiga soladi. Cungo aeroplanlarının uçup gelişinin peyda bo'layotgan vaqaning eg'irligini Yaponiya hukumati bilib yetalidimi, tonib yetalmadimi? Agar bundaq qildigan bo'lsa, bu kishini andishiga soladi, ma'yuslantiradi. Bexatarlik masalasi yuz bergan har qanday vaqadan Yaponiya xalqi xabardor bo'lish kerak. Albatta 21-asrda bunday xabar topmas bo'lmaydi-da. Gezi shuni ta'kidlayotdi. Vaqa bo'layotgan ekan bu vaqalarning hammasidan Yaponiya xalqi xabardor bo'lish kerak. Hükümet jim turib oladigan bo'lsa, düşmanning xo'rigini o'stirib qo'ydi. Bu to'g'ri. Agar hükümet jim turib olsa, uchib kelayotgan aeroplan, agar düşmanning aeroplani bo'lsa, düşmanning xo'rigini o'stirib qo'ydi.